Shunday yerdan bilan ko'rib qo'yasiz mana aka. Ozod qo'yaver, mana shu qo'ylar berajam. Qo'shib qo'yirish kerak buni. Aha. To'g'risi yaxshi bo'ladi. Jahongir narxini nechga qo'yib beramiz obunachilar uchun? Narxini aka vobshe arzon qo'yamiz. 3 million 600 ming so'mdan bitta olishsa ham aka, optimal olsa ham qo'yib beraveramiz aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa talab va istaklariga binoan eng zo'ridan zo'rini siz aziz obunachilarimiz uchun ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa narxlar siz aziz obunachilarimizga ma'qul kelsa, albatta like bosib, kommentariyaga o'zingizni fikr mulohazangizni albatta yozib qoldirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismoil Uz kanali obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'ziq qo'yish qo'zlar. Hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar, xudo xolasa biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloq Shovon mahallasida Jahongir ukamizni qo'yib firmasidamiz. Akalar, bugun 26-may hafta kuniga seshanba 2026-yilda olinayotgan video syomkamizning bu ikkinchi qismi akalar. Barchangizga kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin deb videoni zo'rlab boshlab beramiz akalar, qo'llab turasizlar. Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa hammalaringizdan hayit bayramlaring bilan kirib kelayotgan hayit bayramlaring bilan tabriklaymiz. Aka, bugungi 3-4 partiya qo'y chiqaramiz. Hammasini ma'noli mazmunli qilib, narxini qulay narxlarda qo'yib chiqaraveramiz aka. Qo'ylarni ko'rsatavering, xudo xolasa yaxshi qo'ylarni olib kelib qo'yganmiz. Beli baquvvat. Hali ko'p bolasini olib yurishadi buni. Akalar, oyoq qo'li uzun yirigidan polvonni olib boqaman degan aka-ukalar albatta telefon qilib aloqaga chiqib bog'laning. Bu Jahongir soni nechta? Soni 15 dona aka. Soni 15 bosh. Bular qanaqa ma'lumot? Bo'g'oz qisirligi. Hop, bo'g'oz qisirligi aka, bular ko'p boladan ajragan qo'y. Hop. Hop, qo'chqor yurgan ichida. Aha. Bo'g'oz qisirligi 50 aka. 50 bo'g'oz. Xudo xolasa mashinasiga sotamiz. Narxini qo'ldan kelgancha arzonlashtirib aytaveramiz. Hop, yoshlari qanaqa buni yoshlar Jahongir? Yoshlari 3-siga aksariyat aka. Aksariyat 3-chi. Ha, 6-chi chiqarganda 6-chi. Oyoq 4-chi, qo'llari 6-chi. uzun, sifat ideal. Yaxshi qo'y olaman, qo'y qolaman degan fikrlarga tavsiya qilamiz bu qo'ylarimizni. Aka, keyin naslli zo'r qo'chqoringiz bo'lsa, bemalol qo'shib olsangiz bo'ladi aka. Navoda endi bu bilib olmaydi-da, qochmay qolgan bo'lsa qochirib olasiz. Ha aka, yaxshi qo'chqorlari bo'lsa, qo'shib qo'yirish kerak buni. Aha. To'g'risi yaxshi bo'ladi. Jahongir, narxini nechga qo'yib beramiz obunachilar uchun? Narxini aka vobshe arzon qo'yamiz. Aha. To'g'risi qish kunlarida ham sotib yurdik, shunaqa qo'yiladi. 6,5 million, 7 million, 8 milliongacha-da oldi. Aha. Hop, bunaqa narxlar yo'q. 5,5 da ham pastda eshitib bitiramiz aka. Xudo xolasa. Hop, bir joyga olamiz degan obunachilarimiz uchun 5 million 300 ming so'mdan ketaveradi aka. 5 million 300 ming. 5 million 300 ming. Mashallah. Mana narx akalar, xudo xolasa siz aziz obunachilarimiz uchun o'ylangan eng arzondan ham arzon narxida qo'yilgan narx aka. 5 million 300 ming so'mdan ras prodaja. Telefon qilib aloqaga chiqib bog'lansangiz Jahongir yana o'tadigan joyi bo'ladi. Xudo xolasa aka, hayri bordi, barakasi bor. Telefon qilib Ismoil Uzdan, hop, telefon qilyapsiz uka, ishni bitiraylik deysa, hayri sunnatga chiroyli qilib o'tib beraman aka. O'g'lar albatta telefon qilib aloqaga chiqing. Soni 15 bosh, oyoq qo'llari uzun yirik aytganimiz bo'lmaydi. Keyin aka, moling bo'lsa aybini aytib sot deganda. Aka, ichidan bittasi bor. Aha. Bitta ko'zi ko'rmaydi. Ha, bitta ko'zi yo'q. Bitta ko'zi ko'rmaydi. O'zi yaxshi yurib ko'raveradi. Bitta ko'zida shunaqa defekti bor aka. Aha. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, bitta galaga bitta ko'z yetadi. Lekin qo'ylar holat o'ta udor ideal ekan. Januarda oling, boqaman, qo'y qolaman degan fikrlarimiz mana qo'y ekan aka o'sha. Qarang, uzunligini qarang qo'ydi, sifatini qarang. Mana ideal. Mana zo'ri. Like bosib bo'lsa jo'nating aka, xudo xolasa eng arzon narxlarda ko'rsataveramiz. 5 million 300 ming so'mdan siz to'g'ri eshitdingiz. Katta, yirik, beligan qo'ylar, xudo xolasa aka hali uzoq yil bolasini oyiraman degan fikrlarimiz, tez telefon qilib aloqaga chiqib bog'laning. Qo'ydi naslliligini shu yerdan ham ko'rib olsangiz bo'ladi aka. Bola boqib ham o'zini yo'qotmagan qo'ylar akalar. Bola boqib ham o'zini oldirmagan. Ha aka, vobshe baquvvat qo'ylar. Hali aytibman, hech bo'lmasa 5-4 tadan bolasini olishadi buni, chiroyli qilib boq. Hurmatli obunachilar, like bosib do'stlarga maksimum jo'natib qo'ying. Tanlab olsa Jahongir. Tanlab olsa aka, holatiga qarab kelishaveramiz aka. Kelishilgan holatda. Lekin akalar 53 dan darim. Arzon shuna. Telefon qilavering, aloqaga chiqing. Dasturkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatno, undan yog'iga kelishamiz albatta. Ha, bir chekkadan olishsa o'sha optim narxda ketaveradi aka. Haydab olsa ham, ha? Ha. Haydab olaman desang, akalar optim narxda yarmini bo'lib olsangiz ham bo'ladi. O'g'lar, bizdan uzoqlashmang, oldinda yana partiyalarimiz bir boshqadan ko'rsatamiz. 5 million 300 ming so'mdan ras prodaja.
Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, keyingi partiyamizga oyoq qo'llari uzun qo'zi qo'chqor keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana sizga variant zo'roq olar. Bo'ladigan bola boshida ma'lum deydi, jonivor uzunligiga e'tibor bering. Qarang, gaziga. Gazlari ham uzun Chista hisorlarda aka. Xudo xolasa. Jahon soni nechta uka buni? Hop, soni 15 dona, bir pachka bu ham aka. 15 ta 15 ta qilib bo'lganmiz hammasini. Soni 15 bosh, hurmatli obunachilar, bir pachka. Yosh oilaga? Hop, yosh oilaga aka 6 oylik atrofiga beraveramiz. 6 oylik. Yerdan balandligi necha keladi? Yerdan balandligi aka 70 plyusda. 70 o'zi qo'zlardagi hamda uzunligi ham e'tibor. Meva-chevalarga hamda e'tibor bersangiz aka, o'zi qo'zdan chiqqanligi o'zi ma'lum bo'lib qolgan. Jonivorlar. O besherlari ham o'zi, kellaklari ham to'qliga o'tgani o'zi bilinib turibdi aka. Yemni ko'taraveradi, bemalol. Yemni shunday borib, oxirlarga olib borishadi, yemni solib boqishaveradi. Yemni tanib biladi qo'ylar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Aziz obunachilar, siz uchun qo'limizdan kelgancha arzon qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Jahongir, nechta qo'yamiz? Aka, buni 4,5 da 42 deb narx qo'ymaymiz aka. Aha. Hop, bir joyga olishadigan obunachilarimiz 3,8 million so'mdan ketaveradi aka. Dastlabkasi? Hop. Vodiy bo'ylab Samarqandgacha ketaveradi dastlabkasi. Hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab Samarqand dastlabkasini besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Telefon qilib aloqaga chiqib. Qo'zlar qarang, uzunligini tank qo'zlarda, jonivorlar. Yeb ichari kafolati bor, qo'y zo'r. Birodarlar, oling. Buni haliga men o'zim chiqarayotgan 3,5 yoki 36 chiqarayotgan qo'zlarni taqqoslamang. Imkoniyatingiz bo'lsa, birodar, tepaga sizga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ekrandagi telefon raqamlar 24 soat aloqada. Haqiqatan oyoq qo'llari uzun bo'ladigan dadil qo'zi qo'chqorlar kelar. Tanlab olsa Jahongir, tanlab olsa aka, holatiga qarab kelishaveramiz. Holatiga qarab kelishtirib beriladi. 4 milliondan aka aytib o'tdik, 4 milliondan xohlagan qo'ylarni chiqarib beraman aka, tanla. 4 million so'mdan tanlab olaverasiz aka, bir joyga bo'lsa 3,8 million so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha bordi. Lekin aka, aytyapmiz, RPA bilan kepiyat shunday berib tursa, o'z dekabr oyiga tayyor qilib qo'yishadi qo'ydi, asl boqsa, xudo xolasa. O'g'illar, oling, baraka topasiz aka, yaxshi qo'y, xudo xolasa. Imkoniyat bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi aka. Qo'ydan to'kib qo'yadi Alloh jinoyatlar. Hurmatli obunachilar, qo'ylarning oyog'iga, tuyog'iga, beliga, dumbasiga, kallasiga bir e'tibor bering. Qo'zi qo'chqor olganda imkonni boricha aka, siz mana shu uzunligiga e'tibor berib, suyagiga e'tibor berib olsangiz yaxshi bo'laveradi aka. Bu keyin mana bu stakan tuyog'idan olish kerak. Sababi akalar ko'p aytib o'tdik tepan, bu qo'chqorlar hozir 100 kg, 120 kggacha boqsangiz, oyog'i yassi bo'lsa, oyog'i o'xsholab qolmaydi-da. Shu tomonga tikka dumbada aka, birotta shalpaydi, sulpaydi degan qo'zilar yo'q buni ichida. Xo'p. Jahongir, nechta buni soni? Soni buniki ham 15 ta aka. Soni 15 bosh, necha oylikka aytamiz? Yosh oyligini aka 5 oylikdan 6 oylikgacha. Nari qo'zlarimiz 6 oyligida. Aha. Bu 5 oylikdan 6 oylikgacha bir 10 kunlik 15 kunlik farqi bor-da, buni olgan partiya bilan. Hurmatli obunachilar, qo'zini imkoniyat bo'lsa kelib ko'rasiz. Kun nihoyatda issiq, qo'ylar o'zini salqin yuryapti, to'lka. Haligi bir chiroyli yurgani yo'q aka. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ko'rib olasiz qo'ydi. Oyoqlari uzun, holati yaxshi bo'lgan qo'zi qo'chqorlar ekan, qarang. Jonivorlarni. Zo'r. Xo'p, Jahongir, buni yeb ichariga kafolatini beramiz. Yeb ichariga bir hafta kafolatini beramiz aka. Bir hafta kafolati bor, hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Nechta qo'yib beramiz, hammasini bir joyga olsin. Aka, xo'p, bundan olgan partiyadan 200 farq qilaylik. 3,6 million so'mdan bitta olishsa ham aka, optimal olsa ham qo'yib beraveramiz aka. 3,6 millionga ketaveradi mana. Imkoniyatdan foydalaning aka, yaxshi narx. Endi bilasizlar Jahongir, o'zimni ukamga baland narx qo'yib savdolashib, suda qilish kerak yo'q. Bir qarorga kelib qo'yilyapti, lekin qo'ylar yaxshi qo'y. Obunachilar tavsiya qilaman, imkoniyat bo'lsa kelib ko'ring. Holati, sifat, simpat zo'ridan olaman degan kukalarga tavsiya qilamiz bu qo'ylarni. 3,6 million so'mdan 65 sm qo'zlar emas akalar bular. Bularning ham bo'yi 70 kg. Ha, 70 minusga beraveramiz aka. Metrda o'lchasa, o'lchab ham qo'yamiz. Bo'ycha. Metrda ham Ismoil. Singillar. Holati zo'r akalar, metrda bitta o'lchab ko'rsatib qo'yay, chunki haligi metr kichkina qo'ymasda qo'ylar. Pakana, kalta-kulta qo'ylar emas ekan. Bo'ylarni ham bir qator ko'rib olsangiz ham bo'ladi akalar. Hurmatli obunachilar, mana shunday yerdan bilan ko'rib qo'yasiz mana aka. Ozod qo'yver, mana shu qo'ylarcha qo'yib qo'ydi. Ha. Aka mana. Hali eng o'chasini ushladi deb o'ylamang-da. Xullas mana aka. Mana shu holatdagi qo'ylar oyoq qo'llari uzun, sifat yaxshi aka, tikka dumba.
yaxshi foyda qiladigan, chiroyli daromad qiladigan chiroyli qo'ylar akalar. 3 million 600 ming so'mdan Rasis Pladacha vodiy bo'ylab Toshkentgacha mutlaqo besplatni qilib yetkazilib beriladi akalar. Aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Tanlab olishga aka 3 million 600 ming so'mdan Tanlab olishga ham 3 million 600 dan ketaveradi. 5 ta 4 ta olishadigan bo'lsa. tanlab ham xarid qilaverasiz akalar. Hammasini bir joyga olgansiz, xayr sunnati albatta bor. Like bosib, do'stlarga maksimal jo'natib turing akalar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga akalar xudo xolasa narx qulay 5 dona ozgina, sozgina. Eng asosiysi akalar qo'ydi qarang-da. Onadan ajragani qancha bo'lgan, kecha o'g'il onasidan ajratib olib kelingan qo'y emas, haligi orqaga qaytib ketmaydi xullas. Faqat oldinga qarab o'zgaradigan variantidan. Imkoniyat bo'lsa tepasiga kelib ko'rasiz. Yaxshi daromad qilaman. Telefon qilaverasizlar akalar bunga. Sog'ligi sog'lom, chors qo'ylar jonivorlar. Xo'p, yosh oilaga Jahongir. Yosh oilaga aka 5 oylik atrofiga beraveramiz. 5 oylik atrofida yunglari olib qo'yilgan tayyor variantda. O'g'lar bu narxi juda ham qulay. Olish kerak buni. Qo'y bilan qo'y bir xil chiqaradi aka mana shu 65 ustidagi qo'zilar mana shular. Bu ham shu 65 pilistagi qo'zi. 65 pilistagi qo'zilar. Narxi-chi? Narxiga keladigan bo'lsa aka 3 million 300 ming so'mdan ketaveradi aka. 3 million 300 ming so'mdan rasm. Keyin videoyozda aytib qo'yaylik aka. Nariga 2-3 partiyadagi qo'zilar bitta yurganda. Ha. Agar 30 tasini bitta olaman degan obunachilaringiz bo'lsa, aka 30 tasini bitta ham sotaveramiz aka, kelishilgan holatda aka. Zo'r. Akalar bemalol keling, ko'ring, ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqing, tashrif buyuring, siz uchun qo'ldan kelgancha yaxshilarimiz ko'rsatib boramiz. Hamma partiya qulay bo'ldi, tavsiya qilaman aka. Kechamiz qimmat qo'ymaymiz, imkoni boricha qulay yo'lida arzon qilib qo'yishga harakat qilinadi. Shu bilan videolarimizni nihoyasiga yetkazamiz aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar akalar.